Bizning yurtimizda boshqachadek oliygohlarda ham boshqacha. Ustozlar talabalarni hurmat qilib, mana o'zligi stollarni qo'yib o'tirib olib, obto'da, zato bolalar tikkoyada bo'lsa ham soyada. Endi hozir bolalar Navro'z bo'lasizlar. Navro'z olam. Sizlarga bitta savol, Qo'g'iljon, Sadillar. Mana bahor kelishi bilan bizning o'zbegim ayollari birinchi bo'lib nima ish qilishadi? Dalaga yuguradi. Nimaga? Ko'katlarni terish kerak-ku, yalpi. Shunday ko'katlarni terishadi. Ko'k savsa qilishadi. Va ana ko'k chuchvaralar qilishadi. Ko'k mantilar qilishadi. Haqiqatda bizning o'zbegim ayollari nimaga qo'l ursa, ko'kka borib taqalib uradi deydi. Keyin ko'kka narxi ham oshib ketaveradi. Yo'q, yana bir taom bor, hamma biladigan taom bor. Bilasizlar, Navrozda shu ayollarimiz tayyorlanadigan qobil ayollar tayyorlashadigan bola maza qilib, ha? Sumalaydi. Ana sumalak. Sumalay. Zo'r taom. Onajonim men. To'xtang, onajonlarga savol bering, ishtaga. Onajon, sumalayga toshni nimaga solishadi? Tegon bo'lmaganga. Bizani ayollarga ko'laganda tosh shaqillashi yoqadi. Yo'q, o'zim ham bermoqchi bo'lgan savolim Sadir. Mana shu sumalay ko'rib ko'lagan har bir inson bor. Nimaiki niyat qilsa amalga oshar ekan-a? Shu narsa bormi? To'g'ri. Bor. Bormi? Bor, men eshitganman bo'lgan shunaqa. Nima bo'lgan? Endi bir ayol endi eri ichib kelar ekan. Ayollar niyat qilibdilar shu ko'layotganda ichib kelmasinlar. Har qatda o'sha kuni eri ichib kelmagan ekan. Amalga oshgan so'radilar. O'shaga niyatni to'g'ri qilish kerak. Mani uyimda sumalay bo'lgan. Qo'shnim biznesmen har kuni 12 bir qilib kelardi. Dinimda o'tib ketgan ekan. Yo'q. Bizani uyda sumalayni baqirib niyat qildi o'zi. Loqal bir kun erim uyga voqliroq kelsa. Amalga oshgan. Mana Erlar o'sha kuni ertalab voqli 5 ta kirib kelgan. Hozir men tuvalvasim, Dalil. Uyida bo'lgan bosh qachondir eshitgan narsalarni gapiryapsizlar-da. Hozir mana men bitta turibman, chiqishimiz kerak. Telefon bo'lib qoldi. Mahallada 3 ta qiz sumalay qotgan ekan. Zerikibdi. Sumalayni bo'lib niyat qilishdi. Hozir bizlarning oldimizga Sumalayjon obro'li bo'lgan, puldor, juda ham kelishgan, chiroyli ishli yigit paydo qilib qo'y. Amalga oshibdimi? Buni iloji yo'q, Sumalay. Sumalay gapiribdimi? Nimaga iloji yo'q? Siz uchun hozir Go'rfakda xizmat qilyapsiz. İşte chiroyli yigit degan o'zi qo'shargansiz qarasang. ba'zi ishlarasi bittasam narala bo'lsa. Bugungi bayramga qaytaylik. Qarang, bugun endi Go'rfakka to'yda bugun, to'g'rimi? Bayram to'yi yuribdi-ku. To'g'ri. Bayram to'yi yuribdi-ku. Bitta Go'rfak to'yi. Bitta Go'rfak to'yi. O'zbegim tug'ilibdi-ki to'y qiladi. Bizga to'y yarashadi faqat. Yurtimizga to'y. Mana otalari, otajon mana bizda, chaqaloq tug'ildi, raddomdan olib chiqadi, uyda nima bo'ladi? Karnay, surnay to'y. To'g'rimi? Sizga otajonlar, men domlatsangiz o'rganishgan. Har bir ustoz. Uyda bolalar ham domlatcha. Ustoz oting deydi. Sizlar chapga chalmaylar. Ota deb chaqirayotganimiz sababi ham bor. Hozir ketayotganda yo'l kiriga pul ham so'rayman. Onajon mana qarang. To'y bilan kutgandan keyin chaqaloqni bir haftadan keyin chaqaloqni nima to'y qilamiz? Beshik to'y, aynan shu ketizda. Chaqaloq o'g'il bola bo'lsa bir oydan keyin nima to'y qilamiz? O'sha. Sochilamiz. Sunnat to'yi. Sunnat har qatda Sunnat to'yi, millat to'yi, sunnat to'yi. salibli otiladi. Voy, sumalaylar qilinadi sunnat to'yida. Archalaysa qor bobo bor ekan. Sunnat to'yida onalarga pullar berilgan. Qor bobo qo'rqib ketmasin, o'yinchi olaveradi. Istab. Aylanib yurib. Sunnat to'y. Mana do'stlar, hammani oldi uyaltirmabdi. Men yo'la sunnat bo'lmagan.
tilovat qiladi. Har bir sunnat o'zi nimaga qilinadi bilasizmi? Sen kichkina bola bo'lganmiz, qayerdan bilamiz? Mendan so'ra. Aytmasin. Balki katta paytda bo'lgan. Siz sunnat to'y nima qilishni bilasiz, to'g'rimi? Ha, bilaman. Hozir so'rasa aytmoqchimisiz? Aytaman nima? Qani ayting, sunnat to'y nima qiladi? Qani shuncha ayollarni oldiga yetib Ayting, baralla. Yo'q, gapiring, Gapiring, ko'rsatib beramiz yo'q. Sunnat to'y Aytaman, nima aytmas ekanman? Aytaman, mana misol uchun sen sartaroshga borasan, to'g'rimi? Sochingni kestirasan. Kestiraman. Nimaga? Chiroyli turishi uchun. Keyinchalik uzaytirish kerak bo'lsa ochib Kulishyapti-yu, nasibning ichiga tiqib yurganlar. Sunnat to'yiga nima aloqasi bor? Keyin qancha qilib tushuntiraymi endi senlarga? Amildori ekding. Amildorini bo'yi o'sib ketadigan bo'lsa, uchidan da chiqakka kesib turiladi. Nimaga kesiladi o'sha? Endi o'z. demak sunnat to'y endi Uni kesishdan maqsad hozirlashmaydi, tushundingmi? kesishga bog'limas u izgirib qancha kesmay hosil bermaydi. Izgirib qurish kerak shuncha bermaydi. Bizadagi menga qarang, bu yerda sunnat bo'ladigan bolalar yo'q. Siz sunnat to'yini tushuntirib, bu yerda hammasini o'qishni bitirishi bilan uylanaman degan bolalar. Ha, uylanaman deydiganlar telefonni yoqib. Bo'ydoq bormi bo'ydoqlar? Bormi bo'ydoqlar? Iltimos, mana shu telefonlarni o'chirib qo'yinglar birinchidan. Yaxshi Ko'rsam, telefon chiqqandan keyin soatdan qanday qo'rqadigan qoladi. Mana telefon, mana shu ovotganlik kimga o'xshaydi? Mana men debmoqchi. Mehmondorchiligi borib shu dasturxonda yeb ichgan cho'nchagiga ham sovib ketadiganlar. Mana shunday. Eshitib turib, ko'rib turib ham yozib olishim kerak deb boshqalarga tarqatdim. Bo'ydoqlar bormi deganda baqirganda shunaqa bir anaqa qildim. Baqirib olinglar bolalar. O'ylangandan keyin damini chiqib qoladi. Nega bu bekorga emasmi? Nimaga? Buni ichida dard bor. Biz qachon uylanadi? O'sha o'ylanguncha baqiradi. O'ylangandagi galstuk taqib jim o'tirishadi. Iloyim o'ylaninglar. Yaxshi joylarga kuyov bo'ling.